Assalomu alaykum. Bugungi videomizda pesочный xamirli judayam mazali og'izda erib ketadigan trubочка shirinligini tayyorlashni o'rganamiz. 600 gramm oliy navli unga 200 gramm margarinni solib kрошка qilamiz. 250 gramm qatiq yoki qaymoq, smetana solsangiz ham bo'ladi. 3 ta tuxum sarig'i, razrahlitel va vanilin solib yaxshilab xamir qo'rib olamiz. Xamirimiz tayyor bo'lgach, yarim soatga tindirib qo'yamiz. Yarim soat salqin joyda tindirib olganimizdan keyin xamirimizni o'rtacha qalinlikda yoyib, shunday tasmachalar kesib olamiz. Shunaqa nasatkaga o'rab chiqamiz, chiroyli qilib. Bu orada duxovkamizni qizdirib qo'yamiz. Ustiga tuxum sarig'ini surmay pishirib olamiz. Endi esa kremini tayyorlaymiz. 200 gramm xona haroratida erib turgan margarinni yaxshilab oppoq massa bo'lguncha ko'pirtiramiz. Yaxshilab ko'pirtirganimizdan so'ng 200 gramm saxarniy pudra solamiz va yana mikser qilamiz. Endi 200 gramm squshenniy moloko solamiz va yana yaxshilab mikser qilamiz. Judayam mazali, me'daga tegmaydigan, judayam ajoyib krem bo'ladi. Tayyor bo'lgan kremni konditer meshobchiga solamiz. Men shunaqa nasatkadan foydalandim. Mana pechenyelarimiz ham pishib chiqdi. Endi ichiga kremimizni solib chiqamiz. Judayam mazali, og'izda erib ketadigan, bolajonlarimiz uchun judayam yeyishli bo'lgan pechenye bo'ladi. Ustiga saxarniy pudra sepib bezatib qo'ydim. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, layk bosib ketishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.